Men yaqinda bir kitobni o'qidim va tekshirishga qaror qildim. Bir Da Vinci qizga manipulyatsiya ishlatamiz. Mulohaza, shunchaki uning yonida haqiqiy ekanligimizni his qilish kerak. Qolganlar esa shunchaki soxta. Tekshiramiz. Salom, siz bu yerda tez-tez bo'lib turasizmi yoki bu tasodifmi? Ba'zan zerikkanimda, senchi? Ba'zida, ammo ko'pincha bu yerda 200 namachi odamlar. Men chuqurroq muloqotga o'rganib qolganman. Darhol sharoit yarating va yuqori kontrast. U boshqalarga o'xshamasligi va ajralib turishni his qiladi. Qo'shilaman, bu yerda ko'pchilik faqat o'zlarini xursandchiligi uchun. Siz ularga o'xshamaysiz, to'g'rimi? Yo'q, men samimiy suhbatdosh qidiryapman. Biz uni o'zini-o'zi himoya qilishiga undaymiz. O'z qadr-qimmatini isbotlashga majbur qilamiz. Samimiymi? Bu siz haqingizda gapirilayotganga o'xshaydi. Siz tez-tez o'zingizni ko'rsatasizmi? Men bunday demagan bo'lardim. Shunchaki noto'g'ri tushunganlarni yoqtirmayman. Shaxsiy provokatsiya. Biz uni xatti-harakat haqida o'ylashiga majbur qilamiz. Tushundim. Men ham odatda shundayman. Hammaga o'xshashni xohlamayman. Meni samimiy sifatida ko'rishni afzal ko'raman. Ha, bu muhim. Shunday qilib haqiqiy aloqalarni o'rnatish osonroq. Biz hissiy langarni o'rnatamiz. Siz u bilan samimiy suhbat qurayotganingizni his qildiramiz. Aniq, aytgancha, suhbat qanchalik tez chuqurlashganini payqadingizmi? Go'yo siz bilan mening fikrim bir joydan chiqayotgandek. Siz bu bilan uning ahamiyatini oshirasiz. Hissiyot yaratamiz. Kerakli vaqtni kutish, bir nechta to'g'ri iboralar va u his qilishni boshlaydi.